Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Mehribonot mahallasi hududida Musinov G'olib chorvachilik fermer xo'jaligi bilan Xalq banki G'uzor filiali o'rtasida hamkorlikda bir konti bir mahsulot yo'nalish bo'yicha 10 gektar yer maydoniga kungaboqar mahsuloti yetishtirilgan. Hozirgi kunda kungaboqar mahsuloti o'sish jarayonida yaxshi parvarish qilingan. Ushbu 10 gektar kungaboqar mahsulotidan har bir gektardan 3 tonnadan hosil olish va eksport qilish rejalashtirilgan. Ushbu mahsulot eksport mahsulot turiga kiradi. Hozirda kungaboqar mahsuloti o'sish jarayonida yaxshi parvarish qilinmoqda. Kungaboqar yetishtirilgan hudud 4 tomondan qo'shni fermer xo'jaliklarining dala yer maydonlari bilan o'ralgan. Kungaboqar holati yaxshi. Hozirda kungaboqar mahsuloti bo'yicha keyingi davrlarda eksport qilish rejalashtirilgan. Har bir donasidan 3 tonnadan mahsulot olish yo'lga qo'yishimiz bo'yicha rejalashtirmoqdamiz.